Tadbirkorlik otamizdan, ota kasb, dadamiz savdogar bo'lishgan, onamiz savdogar bo'lishgan. Unda yoshligimizdan kun intervyuda aytib o'tdik, yana aytib o'tamiz shu 10-12 yoshimizdan shu bozorga chiqib, Qo'qonda oldin Lesapak degan bozor bo'lgan, hamma bilishadi. Yangi bozor bo'lgan, o'sha Optim bozor bo'lgan, o'sha hammasida tadbirkorlik sferasida umumiy jihatdan shu faqat shu pulga qo'shib qoldi. Yoshlikdan shakllangan yurganingizda bo'lgan, ko'p yillar davomida razakut tajribaga egamiz. Tadbirkorlik sohasida tadbirkor bo'lganda bir soha bilan cheklanmaydi inson. Soha bilan cheklanib qolsa, unda o'sish bo'lmaydi. Unda xilma-xillik bo'lish kerak. Zamon talabiga asosan qaysidir paytda qaysidir biznes rivojlanadi. Zamon kelganda ishlab chiqarish rivojlangan, zamon kelganda import mahsulotlarini olib kirish narsa rivojlangan, zamon kelganda eksport rivojlangan. Hozir endi O'zbekistonda asosan qurilish yo'nalishi rivojlanyapti. Qaysi sohada orif bo'lsa, qaysi sohada taqchillik bo'lyapti turgan bo'lsa, o'sha soha rivojlanaveradi. O'shanga biz hozir umumiy jihatida o'zimiz va komandamiz hammamiz bir jihatlikda kirishdik. Zo'r. Abu Dabi restorani menimcha Qo'qon shahridagilar ko'p ko'rgan bo'lsa kerak, ko'p deydi. Qachondan beri ishlaydi bu? 4 yildan bas, 3,5 yil, 4 yildan bas faoliyat yuritadi. Bunda o'sha men intervyuda aytib o'tganman, Abduvohidjon ukam va do'stlarim bilan birga hamkorlikda rivojlanamiz. Hamma tizimlarimizni birga. Zo'r.